Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga karvon xostagi xizmat ko'rsatiladigan manzillarni boshqarishni, Telegram bot bilan integratsiya qilishni hamda mahsulotlarni manzillarga bog'lashni o'rgatamiz. Bu funksiyalar ish jarayonini yanada samarali tashkil etishga va voqealar bo'yicha tezkor xabarnomalarni olishga yordam beradi. Birinchi navbatda karvon xost boshqaruv panelidagi manzillar bo'limiga o'ting. Bu yerda qo'shilgan barcha manzillar ro'yxatini ko'rasiz va manzil qo'shish tugmasini bosish orqali yangi manzil qo'shishingiz mumkin. Manzil qo'shish tugmasini bosing, so'ngra yangi manzil ma'lumotlarini kiritish uchun ochilgan forma paydo bo'ladi. Formada kerakli ma'lumotlarni berilgan tartibda to'ldiring. Avvalo manzil nomini kiriting. Bu mijozlarga joyni tez tanib olishga yordam beradi. So'ngra manzilingizning ish vaqtini belgilang. Bu bronlash jadvalini to'g'ri tuzish uchun muhimdir. Ishlamaydigan kunlarni belgilang. Shunda tizim bu sanalarga bronlashni taklif qilmaydi. Manzilini kiriting va xaritada joyini belgilang. Bu mijozlarga maskaningizni oson topishga yordam beradi. 6 tagacha sifatli fotosuratni yuklang. Shunda mijozlar joyni ko'z bilan baholay oladi. Biznes toifasini tanlang, masalan, restoran, o'yin klubi yoki karsharing. Bu to'g'ri tasniflash va filtrlashda kerak bo'ladi. Qidiruvni soddalashtirish va tavsiyalar tizimini yaxshilash uchun teglar va qo'shimcha ma'lumot kiriting. Har bir manzilni Telegram bot bilan bog'lashingiz mumkin. Buning uchun kerakli parametrlarni kiriting. Bog'langanidan keyin bot muhim voqealar, masalan, yangi bronlar yoki buyurtma holatlaridagi o'zgarishlar haqida avtomatik xabar yuboradi. Shuningdek, manzilga shu toifaga tegishli mahsulotlarni bog'lash imkoniyati mavjud. Bu uchun tizimda allaqachon yaratilgan mahsulotlar ro'yxatidan keraklilarni tanlang. Har bir tanlangan mahsulot uchun uning ushbu manzilda amal qiladigan ish vaqtini belgilab qo'ying. Bu funksiya har bir obyekt bo'yicha jadvalni moslashtirishga va ish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Barcha maydonlarni to'ldirib, Telegram bot integratsiyasini sozlaganingiz va mahsulotlarni bog'laganingizdan so'ng ma'lumotlarni tekshiring. Barchasi to'g'ri bo'lsa, saqlash tugmasini bosing. Yangi manzil ro'yxatda paydo bo'ladi va istalgan vaqtda tahrirlash yoki yangilash uchun qaytib kelishingiz mumkin. Shu tarzda karvon xosta manzillarni boshqarish quyidagilarni o'z ichiga oladi. Manzil haqidagi asosiy ma'lumotlarni kiritish, nom, ish vaqti, yopiq kunlar, manzil, fotosuratlar, toifa, teglar. Savollaringiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlashga murojaat qilishdan yoki karvon xost yordami bo'limini o'rganishdan tortinmang. Diqqat uchun rahmat.